Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Qashqadaryo viloyati santexniklarining bu safargi yig'ilishi Qashqadaryo viloyati Samarqand bilan chegaradosh Kitob Perovliga chiqib ketamiz. Qani ketdik. Manzilimiz Kitob tumanidan chiqib kelguncha Oilaviy Shohsaroy restorani. Bu tomoni Kitob Perovliga chiqib ketiladi. Qolgan videolarimizni ichkarida davom etkazamiz. Ketdik. Bir gap chalindi qulog'imga qo'yarmishsan. Ikkinchi etajimizga chiqqan vaqtimizda mana ajoyib manzaralarimiz chiroyli ko'rinib turibdi. Albatta santexniklarga tegishli joy bor ekan. Buni videoga olmasak bo'lmaydi. Shohsaroy. Ikkinchi etajga zalimiz chiroyli bezatilgan. Mana santexnik akalarimiz. Birinchi kabina. Sağınsang, yig'lamagin, kulib qo'ygin. Menga eng yoqqan tarafi mana shu joy bo'ldi. Sizlar ham bir ko'rib baho beringlar. Pastlarga ham chiroyli qilib joylar taxlagan. Joychi mana manzarani tomosha qilish juda maroqli bo'lsa kerak menimcha. Yoqqanlar bo'lsa bitta like aylamaymiz. Aytmagansan javobingni, qizg'andingmi ro'molingni, ushlatmayin barmog'ingni, qayga bosding oyog'ingni, ushlatmayin barmog'ingni, tamom qilding hamdamingni. Sağınsang, suratimga qarab qo'ygin. Sağınsang, yig'lamagin, kulib qo'ygin. Armon bo'ldi qo'lingizdan bir choy ichmoq, oson ekan sizga jonim bizdan kechmoq. Ko'ngil yaqin ammo manzil oydan uzoq, kerakmasdi muhabbatda bizga tuzoq. Sağınsang, suratimga qarab qo'ygin. Sağınsang, yig'lamagin, kulib qo'ygin. Sağınsang, suratimga qarab qo'ygin. Sağınsang, yig'lamagin, kulib qo'ygin. Aytmagansan javobingni, qizg'andingmi ro'molingni, ushlatmayin barmog'ingni, qayga bosding oyog'ingni, ushlatmayin. Qashqadaryo viloyati santexniklarining ham bu safargi yig'ilishi o'zini qiyosiga yetib qoldi. Sağınsang, kulib qo'ygin. Sağınsang, suratimga qarab qo'ygin. Sağınsang, yig'lamagin, kulib qo'ygin.